O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-fevraldagi oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida talabalarni ishga joylashtirilishini ta'minlash maqsadida bir qator vazifalar belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda vazirlikning Toshkent shahar boshqarmasi bilan hamkorlikda talabalar uchun karyera kuni mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Batafsil muxbirimiz Sevinch Baxtiyorjonova lavhasida. Yoshlarga bo'layotgan yuksak e'tibor, g'amxo'rlik, ularning salohiyati, intilishlari, ilg'or g'oyalari va ilmga bo'lgan muhabbatini oshirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda dual ta'limini amalga oshirish davlat siyosat darajasiga ko'tarilgan. Bugungi kunda yoshlarga bo'layotgan yuksak e'tibor, ularning intilishlarini, iqtidorlarini qo'llab-quvvatlash va keng mehnat bozoriga tayyorlash maqsadida universitet va turli xil tashkilotlar o'rtasida dual ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, ham ta'lim, ham mehnat bozorida ko'nikma hosil qilishiga sabab bo'lmoqda. Universitetimiz bir qancha xorijiy davlatlar bilan ikki tomonlama memorandumlar imzolab, ham universitetda, ham xorijda qo'shma ta'lim dasturlari asosida ta'lim shaklida o'qitilib kelinmoqda. 100 ga yaqin davlat va nodavlat korxona, tashkilot, kompaniyalar va tijorat banklari vakillari o'z bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etdi. Ushbu tadbir universitet va uning talabalari uchun nihoyatda muhim. Chunki karyera kuni mehnat yarmarkasi talabalar uchun ish beruvchilar va ularning vakillari o'rtasida bevositachi ko'prik vazifasini bajarish bilan birga ularni bir maydonda bevosita uchrashtiradi. Universitetimizda bo'lib o'tayotgan mehnat yarmarkasi mobaynida xususiy va davlat tashkilotlari tomonidan o'tkazilgan vakansiyalar bilan tanishib o'tdik va o'zimiz sohamizga yaqin bo'lgan ish sohalarida suhbatdan o'tdik va ishga qabul qilindik. Ta'kidlanishicha, universitet talabalariga nazariy bilim berish bilan cheklanmasdan, balki ularni mehnat bozorida raqobatbardosh, zamon bilan hamnafas, kreativ va mustaqil fikrlaydigan, dunyoqarashi keng, ish beruvchilar talabiga mos, qadr va qiymati baland kadr qilib tayyorlashni o'zining bosh maqsadi qilib belgilagan. Sevinch Baxtiyorjonova, Asilbek Islombekov, Joyda informatsion dasturi uchun.